Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Doktor Sherali sizlar bilan. Azizlar, uyqusizlik xotirani buzadimi? Savolga javob beraman. Azizlar, qachon biz uxlasak, ya'ni tunda uxlagan vaqtimizda miyamiz ishlaydi. Kun bo'yi yig'ilgan ma'lumotlar kechasi qayta ishlanadi. Agar uyqu yaxshi bo'lsa, bunday holatda insonda eslash yaxshi bo'ladi. Diqqatni jamlay olish yaxshi bo'ladi. Inson miyasi dam olib, mana shu eslash qobiliyati yaxshi bo'lsa, diqqatni jamlay olish yaxshi bo'lsa, insonning miyasi dam olsa, insonning xotirasi yaxshi bo'ladi. Buni aksi bo'lsa-chi? Buni aksi bo'lsa, uyqu yomon bo'lsa, xotira buziladi. Shu uchun bu yoqda men uyqusizlik barobar xotira buzilishi deb qo'ydim. Faqat bir narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Shu xotira buzilishi deganda inson kimligini eslay olmaydi, qaysi fasl ekanligini eslay olmaydi demoqchi emasman. Bu darajada bir jiddiy buzilish bo'lmaydi. Kichik xotira buzilishlari, diqqatni jamlay olmaslik, parishon xotirlik bo'lishi mumkin. Insonni miyasida shu xotiraga javob beradigan hujayralar shikastlanib, dabdala bo'lib tuzalmaydigan ahvolga tushib qolmaydi inson. Balki bu xotira buzilishi yengil ko'rinishlarda bo'ladi. Azizlar, men bu yoqda uxlashga majburmiz deb birinchi bir raqamni qo'yib yozib qo'yganman. Biz uxlashga majburmiz. Suv ichishga majburmizmi? Ha. Yeyishga majburmizmi? Ha. Misol gapirishga majbur bo'lmasligimiz mumkin. Chunki gapirmasdan ham ba'zi insonlar yashab o'tyapti. Alloh taolo ba'zilarga nutq bermagan, lekin uxlamasdan turib yashab bo'lmaydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, tanishlarga tarqatishni unutmang. Azizlar, foydali ma'lumotlarni tarqalishiga o'zimiz hissamizni qo'shaylik. Savolingiz bo'lsa, marhamat.